Uyda o'tirgan holda oyna 4 million so'mdan 5 million so'mgacha hech qanday og'ir mehnatlarsiz daromad qilishni sizga zo'r taklifini aytib o'tchakmiz. Yurib turgan Nokia apparatingiz bo'ladi. Hozir ichida Nokia chiqaradi. Oyna rastlarim shunday pul topsa bo'ladimi? Qo'shimchadan Novaja ishine giradi. Jalladinam ma'lumot beradi. Assalomu alaykum Jalladinam. Aparatlarimizni rastlarim shu pulni topsa bo'ladimi? Ishine novla giradi. Shuni tushuntirib o'tsak. Bu aparatimizin içine overlock'u, dazmalı, kompresörü, şu Nokia'nın işlep çıkarsa ne o zaruriyat olsa hemmesini koşup içinde beremiz. Bu da halaka. Bir sette necha dana Nokia ishlab chiqaradi? Bir sette uluk ikisine karab 200 Nokia, bir sette 20 dana. 20'den 25 paradon. Bir sutkesinde 200-250 paradon Nokia işlep çıkaradi. Mesela ben uyda bo'ladigan bo'lsam, ayol kishi bo'ladigan bo'lsa, shu yerda naqlarni qo'yib, hamma narsani qo'yib, yon tarafda ovqat pishirib yuraversam bo'ladimi? Ava. Bırakını karab, her vaktan gelip karab, naqını koyup tursa, eğer mabada bir yerinde aşitke olsa, öz avtomatik sanokları to'xtatadi. Datchiklar ishlaydi. Men bu aparatni ishlatishni bilmayman. O'rgatish xizmatlari nish bo'ladi? O'rgatish xizmatlari o'zlarimizda shogird bolalarga borib, o'rnatib, o'rgatib berib keladilar. Bepulmi? Bepul içinde. Tushunarli. Naqni nedan olaman, vajdanni nedan olaman deb kallasini ortib o'tirmayman. Yo'q, bu narsalarni, liniyalarini tushuntirib, nomer telefonlarini beramiz, o'zlari aloqada bo'lib olib kelib ishlataveradi. Ertang 5 yildan keyin, 3 yildan keyin bir muammo chiqadigan bo'lsa, zapchastlarni nedan toparlar? Zapchas liniyalar ham bor, telefon nomerlarini beramiz, olib bemalol ishlatsa bo'ladi. Problema bo'lmaydi, xudo xolasa u taraflardan. Shuncha aparatingiz bor ekan, bularda Nokia ishlab chiqarib tursiz. O'zingiz ham sotasizmi? O'zlarimiz ham Nokia chiqaramiz, kim hamkorlik etadigan bo'lsa taklif etib qolamiz. Детский, женский, подростковый, мужской, великий размер, hamma narsasi bor. Gelip telefonlashib kelaveringlar, dastavkasi ham ichimda. Eng qiziq joy aparatni narxi necha so'm endi? Hamma vaji bilan birga. Agar yangisi kerak bo'lsa 5,5 ming dollar hamma narsasi bilan qo'shib olib borib o'rnatib beriladi. Yo'q, menga arzonroq kerak desa, yana 3,5 ming dollardan ishli stanoklarimiz ham bor. Sosteniyasini qarab. Sosteniyasini qarab. Dastavka uстановка. Dastavka ustanovkasi ichimda. Hozir aytib o'tgan narxlarimizdan agar biznesmen og'alarimiz chiqadigan bo'lsa, 10 ni 20 ni bir oladigan bo'lsalar kelishtirasizmi? Ava, u tomonlama kelishamiz. Agar ko'proq oladigan bo'lsa, skidkasi xudo xolasa kelishtirib beramiz. Savdo beraga Jalladina. Bo'ldi. Bize turgan joyimiz Chapayev yurak больницасының yonindamiz. Katta ob'yomda ishlab chiqarish kichkina sexina keldik. Zakaz beraverasizlar, telefon nomerlarini ekranda qoldiramiz. Yaqinlarinizga yarib qo'ying. Salomat bo'ling, sog' bo'ling.